ko'pchilik insonlar yangi muhitga moslasha olmaganligi sababli o'zini potensialini ochib bera olmaydi, ularga berilgan imkoniyatni yo'qotib qo'yadi, o'zini ko'rsata olmaydi. Ayniqsa bu ish holatlarida ham bo'ladi. Biz kasbimiz nuqtai nazaridan juda ham ko'p yangi loyihalarda bo'lamiz, yangi jamoalar bilan ishlaymiz, hatto boshqa davlatlar, boshqa millat vakillari bilan ishlaymiz. Shuning uchun bir nechta foydali maslahatlarni berib ketmoqchiman. Siz yangi muhitga tushib qolganingizda birinchi navbatda o'tga tayyorlanib borishingiz kerak. O'tdagi urf-odatlar, madaniyatlar, hazil-huzullar, alohida xususiyatlari, shunda siz ulardan hayron bo'lib qolmaysiz. Ikkinchisi, yangi muhitga tez moslashish uchun siz umumiy muammoni aniqlashingiz kerak. Ya'ni jamoaning ichida qanaqadir kamchilik bormi, sog'liq bilanmi, yaxshi odatlar bilanmi, umumiy bironta muammoni yechimini berishingiz sizni yangi muhitdagi, yangi jamoadagi ma'lum bir o'zingizni o'rningizni topishingizga yordam beradi. Uchinchisi, yangiliklarga ochiq bo'lish. Bu yoqda siz kutmagan yangiliklar, siz o'rganmagan yangi narsalar, odatlar, urf-odatlar bo'lishi mumkin. Ularni qabul qilishda qiynalmasligingiz kerak. To'rtinchisi, tezroq do'st topishga harakat qilish. Do'st sizga birinchi navbatda qiyin ahvollarga tushib qolganingizda va ikkinchisi o'sha yangi muhitda tezroq tanishishingizga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, beshinchisi, siz o'zingizda yaxshi odatlaringiz bor. O'qishingiz bo'lishi mumkin, ibodatlaringiz bo'lishi mumkin, sportingiz bo'lishi mumkin. Yangi muhit har doim sizga to'sqinlik qiladi, qiyin bo'ladi odatlaringizni bajarish. O'sha odatlaringiz sizni boshqa insonlarga foydali qiladi. Ularni tashlab qo'ymasligingiz kerak. Va nihoyat oxirgisi, har doim yordamga tayyor bo'lishingiz kerak. Sizni atrofingizda biron bir odamga yordam kerak bo'lib qolsa, tez yordam berishga tayyor bo'ling. Undan tashqari, sizga ham yordam kerak bo'lib qolsa, birovdan yordam so'rashga hech qachon erinmang, tortinmang, uyalmang. Shunga o'xshash foydali mavzularni biz Telegram kanalimizda ko'proq muhokama qilamiz. Undan tashqari u yerda yaqinroq muloqot qilishimiz mumkin, chunki sizlar bemalol savol bersanglar bo'ladi, men javoblar beraman. Bu yoqda ovozli chatlar qilib turamiz, kitoblarni muhokama qilamiz va men kun davomida shu foydali shaxsiy rivojlanish bilan bog'liq insightlarni bo'lishaman, ya'ni hayotiy kunda bo'lib qoladigan kitoblardan iqtiboslar va ko'p foydali maslahatlar bo'ladi. Kanalimga havolani kommentariyada qoldiraman, o'tib obuna bo'lishingiz mumkin.